Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugundan boshlab biz Toshkent viloyati fiziatriya va pulmonologiya markazi faoliyati haqida turkum ko'rsatuvlarni berib boshlaymiz. Dastlabki kungi ma'lumotlarimiz aynan qabul bo'limida turibmiz. Aynan bu markazning asosiy faoliyati haqida suhbatlashamiz. Bugungi suhbatdoshimiz markaz bosh shifokori Bahodir Xo'jakbarovich G'afforov bo'ladilar. Aynan markazning asosiy faoliyatlari haqida ma'lumotlarni aynan shu kishidan bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bahodir aka, mana shu markaz ko'p yillik tarixga ega. Albatta. Eshitishimga qaraganda aynan bu markazda mana xossalar o'tirgan asosiy bino, ma'muriyatning binosi shu knyaz uyi deb eshitgandim. Haqiqatan shu bor gap? Albatta, bu juda uzoq tarixga ega. Bu 1880-yillarga borib taqaladi. Aslida o'sha oldingi bizani tarixiy vaqtlarimizga taqaladi. Bu oldinlari o'sha knyazlardan qolgan va knyazlardan keyingi o'tinda ular o'sha revolyutsiya vaqtlarida shu nemis millatiga mansub insonlar shu yerga kelishib, shu yerda o'zini xo'jaligini barpo qilib, o'ziga o'sha shunda maxsus shunday imoratlarni qurishga urinishgan va uning uddasidan chiqishgan. Bu endi aniq tasdiqlangan tarixlarimizda bu o'sha bizani xalqimizga juda ham ko'p qadrdon bo'lgan Eski Tashmi degan nom bilan nomlangan o'sha Eski Tashmini qurilgan qurilishlari bilan birgalikda qurilgan, o'sha kezlarda qurilgan degan, ketma-ketlikda qurilgan degan tariximiz ham bor. Ana o'sha juda mustahkam, o'zi uchun yashash uchun o'sha hamma kerakli qonun qoidalar asosida qilinib, buni foydalanishgan va u ketma-ketlik asosida shu zamon makonlarning o'zgarilishi bilan bu sekin-sekin qilinib, biza o'sha bir tarixi shundoq bo'ladiki, sanatoriya kurort zonasiga aylantirilgan va uzoq muddat o'sha temir yo'llar sanatoriyasi sifatida faoliyat yuritilib, ana undan keyingi shu oxirgi bo'layotgan shu qator islohotlarni shu o'z o'rnida kerakli joylarda kerakli xizmatlarni tashkil qilish bo'lgandan keyin, shu maqsadi qo'yilgandan keyin va o'rganib chiqilib, bu o'sha sil kasalliklari, o'sha fiziatriya va pulmonologiya yo'nalishlarini bir markazi viloyatdan Toshkent viloyat markazini barpo qilish yo'lida sa'y-harakatlarni bu davomiy holati bilan o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Shu sifatida biz faoliyatimizni mana davom etib kelyapmiz. Ko'p yillar davomida gapingizni bo'ldim. Aynan markazlar, mana shu yo'nalishdagi markazlarni binolari haqiqatan o'zi ancha xarob ahvolga kelib qolgandi va oxirgi paytlardagi mamlakatimizda bo'layotgan shu tibbiyotga qaratilgan e'tibor va islohotlar o'zini asta-sekin mevasini bera boshladi va bugun zamonaviy ko'rinishdagi mana binolar paydo bo'libdi bu yerda. Albatta, mana buni hozir aytyapsizda, har bitta gapirayotganingizda menda bir eski holatimizni tasavvur qilishlik, eski holat qanday edik, hozir qanday bo'ldik degan o'sha miyamizdagi, ongimizda shu narsa men shaxsan o'zimda paydo bo'lyapti. Ya'ni biz 2016-yilgacha aholimizda judayam inson huquqlari yoki bo'lmasa o'sha bemorlarning davolanishi uchun sharoiti judayam past bo'lgan. Endi biz hech narsa demaymiz, ammo xuddi shunday faoliyat olib borilgan shu markaz. Ana 2016-yildan keyin bu markazni faoliyati tubdan o'rganildi. O'sha mutasaddi rahbariyat tizimi, vazirlik, o'sha rahbariyat tizimi tomonidan chuqur o'rganilib, buni nima qilamiz? Yopamizmi? Yoki sifatli oxirgi zamon talablariga mos xizmat tashkil qilamizmi degan savol ko'ndalang o'rtaga qo'yilib, respublika shu markaziy rahbariyati tomonidan bu narsa o'sha olib qolinishli va joylashuvi har tomonlama o'sha aholi atrof muhitga zararsiz jihatlar o'rganilgan holatda bu markaziy faoliyati qaytadan o'sha rekonstruksiya qilish ishlari va o'shanda sifatli zamonaviy moddiy texnik baza bilan ta'minlanish bo'yicha bu taklif prezidentimizga kiritilib va prezidentimiz o'z qarorlari bilan 2019-yilda buni tubdan rekonstruksiya qilish, moddiy texnik bazasini tubdan yangilash, o'zgartirish bo'yicha 4191 qarorlari asosida bu qayta rekonstruksiya ishi amalga oshish boshlandi va bu hozirgi kunga qadar shu ma'lum bir bosqichlarda o'zini yakuniy bosqichlariga qilib o'sha moliyaviy imkoniyatdan kelib chiqqan holatda rekonstruksiya ishlari davom etyapti. Hozirda ham davom etayotgan qismlari bor. Asosan 2022-yil so'ngida barcha bemorlar uchun bemorxonalar, o'sha qabul bo'limlari va hokazo bemorlarga xizmat ko'rsatilgan sohalar
to'liq remontdan chiqarilib foydalanishga topshirildi. Mana hozir ko'rib turibsizlar, hammasi o'sha chiroyli ta'mirlangan holatda faoliyat olib borilyapti. Va hozirgi vaqtda shu ma'muriyat binolari, shu majlis o'tkaziladigan binolarimiz va yana shuni o'rnida poliklinika, qabul poliklinika bo'limlarimiz hozir qaytadan remont bo'ladigan remont bo'linib, qayta quriladigan yangitdan qurilish ishlari amalga oshirilyapti. Albatta ko'rib turibmiz, bir so'lim go'shiga aylangan binolarni shu yangidan ta'mirlangani, atrofdagi mana shu daraxtlar, umuman shu ozodagarchilik, obodonlashtirish insonni kayfiyatini ham ko'taradi. Bemorlar ham shundan kelib chiqqan holatda mana sayrga chiqadi, bo'limdan bo'limga borishi mumkin va o'sha hayotga bo'lgan intilishi, davolanib yana ham bir yaxshi hayot kechirishga bo'lgan intilishlari albatta uyg'onadi deb o'ylayman-da. Ko'rib turibmiz, hamma narsa hisobga olingan. Hattoki mana ko'zim hozir tushdi, bexosdan shu generatorlargacha bor ekan. Albatta shu elektr energiyasi o'chib qolgan taqdirda ham bu yerda ish to'xtamaydi. Chunki har qanaqa holatdagi bemorlarga xoh reanimatsiyada bo'lgan bo'lsin, elektr energiyasi kerak bo'lgan bo'lsa, bunga ham ko'rib quvondim. Albatta hisobga olingan ekan va mana shu panduslar har qanaqa holatda keladigan, aravachada yoki qiynalmasdan keladigan odamlar uchun ham mo'ljallangan va hisobga olingan ekan. Bundan ancha quvondim. Umuman nechta yo'nalishlarda bu yerda bemorlarga xizmat ko'rsatiladi? Biza avvalambor shu qayta ta'mirlangunga qadar faqat ya'ni ftizatriya, sil kasalligi bilan og'rigan yoki xalqimizda tiliga yondoshib ketgan, o'rnashib qolgan tuberkulyoz kasalligi bilan og'rigan